hozir operatsiya qilgan taqdiringizda ham bu teshak turibdi. Tasqish. Shapga qaraganda qarang, ko'p yeyilib ketganda. Bu tazingizni qiyshaygan hisobiga, to'siq qiyshaygan hisob. Bir tarafga og'irlik ko'p tushganda, o'ng tarafga og'irlik, tanani og'irligi. Tanani og'irligini agar tas to'g'ri bo'lsa, bir xil taqsimlab beradi, tekis taqsimlab beradi. Hozir sizda qiyshiq. Hozir aseptik nekrozis bor. Ertaga bora tizzada ham artroz boshlanadi. Tizangiz og'rimaydimi hozir? Yo'q, tizza. Bora tizzangiz. Chunki anaqa yurish hisobiga tizzani ham og'irlikni siz tekis taqsimlab bermaysizlar. Skoliozi bor bemorlar keladi bizga. Umurtqasida qiyshaysh bor bemorlar keladi. Bularda ham birinchi sababi skoliozda tos suyakda qiyshaysh. Bundan kelib chiqadi. Yiqilishi mumkin, ko'p o'tirish mumkin. Tug'ruq vaqtida bir xil homila oyog'i bilan kelib qoladi, oyog'i bilan tortib oladi, keyin toza qiyshaytirib qo'yadi, 5 yoshga bormay o'sha skolioz bo'ladi. Birinchi sinf, ikkinchi sinfga bormay o'sha ko'ks artroz, aseptik nekrozga ham bo'ladi. Chunki tos qiyshiqlar. Tos qiyshiq bo'lgandan keyin bo'g'imlarga nagruzka bir xil taqsimlanmaydi. Masalan, o'ng bo'g'im bilan chap bo'g'imga 30 kilo bir xil tushishi kerak nagruzka. Siz bir tarafingizga 50 kilo tushganda, shuning uchun bir tarafda emlash kerak. Keyin mana tizzaga boraman, keyin galenasi. Boshingizga ham ta'sir qiladi. Miyaga qon borish yo'llari hisoblanadi. Bo'yindan qiyshayadi. Tas bundan inson tanasi. Ya'ni mashinada razvod схождения bor-ku. To'g'rimi? Mashinani уже razvod схожденияsi уже nosoz bo'lgani, ходовой частida balonda mobilda qochagan. Bular sizni ходовойingiz. Toz bo'g'im, tizza bo'g'im va основной insonni harakatlantiradigan опорно-двигательный apparat.